Qani edi odamlar bilishganida bu dunyoda o'ldiradigan dard va musibat yo'qligini, qani edi o'limdan boshqa har narsaning davosi borligini, qani edi insonlar kasallikdan emas, fikrlarining natijasidan qiynalishini bilishganida, qani edi odamlar kasallikdan emas, ichkaridagi fikrlaridan o'lishini bilishganida. Payg'ambarimiz alayhissalom bir bemorning oldiga kirib, holidan xabar olmoq maqsadida yaxshisiz, nasib etsa tuzalib ketasiz deganlarida, meni yoshi o'tgan bir inson bo'lsam, bu og'ir dard bo'lsa, u meni o'ldiradi dedi bemor. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom, unda shunday bo'ladi dedilar. Bugun hamma meni o'ldiradi deb yashayotgan insonlar musibat, aziyat, kasallikdan o'lib qolayapti. Lekin bizga shu paytgacha rakning davosi yo'q deb kelishgan, shu paytgacha rak tuzalmaydi deb kelishgan oddiy misol. Lekin mana shu kitobni muallifi Louise Hay 6 oyda bachadon saratoni degan eng og'ir kasallik tashxisidan qutuldi. 3 oy muhlat berdi shifokorlar, lekin 6 oyda u o'zini qutqara oldi. Yaratganning izni bilan albatta. Nima qilib? Fikrlarni tozalab. Siz ham kredit olib hatto sog'lig'ingizni tiklashga harakat qilyapsiz. Har 6 oyda davolanasiz, yechimi bo'lmaydi. Har shifoxonaga yotganingizda yengillik sezasiz, yana kasal bo'lib qolaverasiz. Aptekalarda navbatda turib dori-darmon olasiz, jarrohlik stoliga yotasiz, bir emas, bir necha marta. Ichingizdagi fikrlarni to'g'rilamaguningizcha u joyingizni kesib olib tashlashadi. Bu joyingizni kesib olib tashlashadi. Yana kasallik qaytalanadi deb kesib olib tashlashadi. Sizdan nima qoladi o'zi? Fikrlaringizni kesib olib tashlaydigan odam bormi bu dunyoda? Yo'q, faqat o'zingiz, kitoblar va buni o'qib tushungan insonlar.